G'allada gerbitsidlar nima uchun kerak? G'allada gerbitsidlar begona o'tlarni yo'q qilish uchun kerak bo'ladi. Begona o'tlar esa hosildorligimizni 20% dan 45% gacha yo'qotishiga sabab bo'ladi. Begona o'tlar g'alla o'simligiga berilgan mineral o'g'itlarni g'alladan ko'ra tezroq o'zlashtirishning hisobiga hosildorlik tushib ketadi. Eng ahamiyatlisi, begona o'tlar g'alla maydonlaridagi uchraydigan kasalliklar va zararkunandalar rivojlanishi uchun juda ham qulay muhit hisoblanadi. G'allada asosan ikki pallali hamda boshoqli begona o'tlar juda ham katta zarar keltiradi. Ikki pallalilar bular raps, gandumak, yulduzot kabilar bo'lsa, bir pallalilar ya'ni ingichka barglilar, yovvoyi suli hamda raygras. Boshoqli begona o'tlar uchun jumladan raygras o'simligi uchraganda Stingray preparatimizni tavsiya qilamiz. Agar maydonda raygras kabi o'simlik uchramasdan boshqa turdagi igna bargli begona o'tlar uchrasa, Terdok 240 preparatimiz juda ham yaxshi samarali hisoblanadi. Xuddi shunday maydonlarda uchraydigan ikki pallali begona o'tlar uchun Demetra, Filiker, Bomba, Nord Stream kabi ko'plab preparatlarimiz mavjud.